Xonanda Manzuradan yana kutilmagan yangilik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbek estradasida o'zining turmush qurayotgani bilan bugungi kunda shov-shuvlarga sabab bo'lgan xonanda Manzura ijtimoiy tarmoqlarda yana muhokamalar markazida. Xonanda turmush o'rtog'i bilan birgalikda chaqaloq bilan birga suratga tushgan. Videosini ijtimoiy tarmoqlarda joyladi. Ko'pchilik kuzatuvchilar hamda muxlislari Manzurani farzand asrab olgan shekilli deya o'ylashmoqda. Ammo xonandaning o'zi ushbu surat ostida jiyani farzandlik bo'lganligini aytib, uni yaqinda o'zim ko'tarib katta qilgan edim. Bugun u ham farzandlik bo'ldi deya izoh berib o'tgan. Ikki juftlik o'zlari uchun ham mana shunday yaxshi kunlar nasib etishini Allohdan tilab, chaqaloq bilan suratga tushgan va tarmoqlarda joylagan deyiladi xabarda.